Kırgızistan Batkent'ten başladı. Bugün Narınlık dostlar, assalamu alaikum. Tuzga oğuz deyingizler jigitler. Bizde bunu kök örük deydi jigitler. qanday ko'rib turgan suv. Tuzga mal alışsa şunda. Tavitke jarasha qo'shib jeymiz. Shakari yo'q bo'ladi. Şöyle görüp durup. Qishqinday lava. Tuz ham olib tashish kerak ekan. Yaqa turibdi. Qanday ekan? Ishqinga o'xshaymi? Yağını tıştırırken. Jaqtirishtirib qo'yib ekan. Niye sor? Bu qanday ko'ruk? Kegele jigitlar. Oğuz deyingizlar kegele. Bunu kök boydan ne deydi? Buni ko'k boydan jeydi. Sargarmay bu. Bu sarg'arat. Sarıqaraganda jelbey qiladi hechkimi? Sarg'arganda tiret bitadi da. Qanday ekan jigitlar? Bu nega o'xshash ekan? Ishqingami? Buni mo tuzga malbasa tur ol balak. Tuzga malib jesh kerak. O'rib guldadi u narında ne oldu? Bushdi. O'zi atib chiqmasa Hurmatli Bag'astar Qirg'iziston kanali ko'ruvchilari, buna mening narındık do'stlarim, buna 7 duvanға kelib, qoradan ovoz deyib o'tadi. Ko'rma. Ova. Kommentariy bergilechchi, bu ne ekan bu? Qanday ekan? Buna do'stim teshinasini tirishtirib o'tadi, chota ochib o'xshaydi. Yaxshi. Yaxshi. Alhamdulillah. Batkent 84 Allah razı olsun. Şimdi Jo'g'org'i dengizda o'tkazib 7 tumanni 84 chaqirib stadion joyida shunday cho'ng charalar o'tkazamiz. Allah razı olsun. Cho'ng rahmat sizga. Razı olsun. Jigitlar, Qirg'iziston Batkentdan boshlanadi. Antkeni. Atbaşılık jigitlar bormi? Var. Qana? Kelaylik. Atbaşılık jigitlar, muna uşul o'rik atbaşının suvini ichgan. Leylek degan жерде arkada dostluk degan ayıl var. Oşol жерде atbaşının narından kelgen suvini içadi. Eng birinchi Qirg'izistonda jigitlar o'rik, olma, gilas Batkentda bushadi, leylekda bushadi. Oşon üçün eng birinchi bushqan üçün jigitlar. O, Batkent Qirg'iziston Batkentda boshlanadi degan oşol jigitlar. Bayzaqdan ko'rib qavatdi. Kegel az qaldi jigitlar, alib qo'yinglar. Повтор jeychilar bormi? Nete bir desang apetit atadi. Muna dostlar, narındık dostlardı Xudo qalasa özümüzdün kök örük menen mehman qilib o'tamiz. Barыңыздарга ийгилик, tinch omon bo'lingizlar. Allah razı olsun.